Assalamu alaykum, hörmetli anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinov'ның Momamның şifalık doğruları degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema ko'zga ilmaydigan giyoh. Ko'zga ilmaydigan giyoh. Qeri qizning inson salomatligini mustahkamlashdagi roli, şifalık xususiyati haqida şifalık 110 giyohdimi? Salomatlik haqida hikoyalarning yuqorqi boblaridimi xeyli so'z bo'lgan edi. Shuning bilan gapni putti qilsam bo'ladi. Lekin Chunja yesidagi 60 yoshlik Sheryazdan Amanov degan kishining yaqindili aytib bergan hikoyasi qalamni qo'limga elishimga majbur qilyotdi. Sol putumning o'ttiranchiligining urchuqlik bilan tutashgan yeri og'rib yetib qoldim. Doktorlar Vishnevetskaya maz deganini berdi. Ukul saldi. Hech bo'lmaganda jinimga aram bersichu. Hatto hojat uchun taloqqa chiqishdan mahrum bo'ldim. Shu kunlarda Chunjining kun petish tarafida yaqin aralashib yurgan bir og'ayna kenja o'g'lining sunnat to'yiga chaqiribdi. Uydagilarga "Sen bo'lsangmi berib kel" dedim. U to'ydan bir quchoq qeri qiz yupurmug'ini ko'tarib kelibdi. Ajablanib so'radim. Og'aynining onasi meni so'rgan ekan. Uydagilar ahvolni aytibdi. Shunda 1000 yoshlig'ur mo'may beg'iga kirib, qeri qiz yupurmug'ini yulib chiqib, tutqizib qo'yibdi. Qeri qiz yupurmug'ining tomirlarini mo'may aytgandek sekilak bilan ezib, chatdan ta o'shqqucha chaplab, lati bilan o'rab yotdim. Dorini oqshim ishlatgan. Bir oz dam ilib yotay, ondan yeshib etay degan edim. Baxtga yarasha ko'zim ilinib ketibdi. 2-3 kun put og'riqining dardida kirpik qoqmagan odam qattiq uxlab ketibdiman. Ertiganda biraqla uyg'ondim. Uyg'onib, o'zimni tinglab ko'rsam, putimda og'riq sezilmaydi. O'rnimdan turdim. O'zimni og'rimagan odamdek sezdim. Ondan latini yeshib, yupurmoqlarni elib ko'rdik. Og'riyotgan yerga qo'yilgan qeri qiz yupurmoqi qop-qora bo'lib puchilib ketibdi. Boshqa yerlarga tengilgan yupurmoqlar bo'lsa, yeshil beti turibdi. Mana shundan buyon xeyli yillar o'tdi. Put og'rig'i deganni bilmayman. Qisqasi, Kamoliddin aka, hech kim ko'zga ilmaydigan narsa bilan jinim aram topdi. Qeri qiz yupurmog'ini qancha kun tartdinglar? 3 kecha. Dastlabki kunning o'zidala yaxshi bo'ldi. Shundimi 3 kun uda tartdik. Mushu kunlarda beg'imizning cho'risida qeri qiz o'sib turdi. Yana kerak bo'lib qolamdikin debsizda. Kerak toshning eg'ir yo'q. U deganingiz to'g'ri. Yupurmoqni quritib, po'poshlab, qishqa ilib qo'yganning ziyni yo'q. Og'riq degan faqat yozlig'i qo'zg'almaydi. Quruq yupurmoqni ilmon suvda evitib ishlatsimi bo'laveradi, deb o'z bilginimni aytib berdim. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishaylik. Salomat bo'ling.